Ustida yeymiz deb to'nglatqili saqlab qo'ygan o'rik murabbolaringlarda mana qo'shish murabboliq quyruq qilib yeb yiqinglar do'stlar. Shunchalik bek yeyishlik bo'ldi. Ketarlik xurishlarimiz shunchalik bek oddiy. Ketarlik materiallarni ikra yuziga tafsiliy yezib qo'ydim. Shu bo'yicha foydalanib olsanglar bo'ldi. Avval shakarimiz bilan qiytiqni aralashtirib bir tarafga olib qo'yamiz. Tayyor qilib olgan unimizga powder bilan sodani to'kib bir qo'r aralashtirib etgandan keyin uy temperaturasida eritilgan siyriq mayni silib qumaltiga o'tkazib olamiz. Mana mushunday holatga o'tgan vaqtda bir tal tuxum bilan qiytiqni to'kib xamir yo'g'irib olamiz. Xamirimizni yo'g'irib 15 minut atrofida to'nglatqundan keyin sovuq saqlash bo'limchisiga sep qo'ygandan keyin bir cho'ng bir kichik qilib parchalab olamiz. Cho'ng parchasini duxovka lisimizning cho'ng kichikligiga qarata ichib olgandan keyin lisning ichiga silib chachcho'rilarini bir qo'r yeyitib etib, ustiga yetarli o'rik murabbosini tekshir qilib yeyitib olamiz. Endi boya ep qo'ygan kichik bir parcha xamirimizni nip-biz qilib ichib olgandan keyin videoda ko'rsatilgan bo'yicha kesib tayyor qilib olamiz. Har bir parcha kesib olgan xamirimizni o'rik murabbosining ustiga xit shaklda qo'yib, shakl chiqarib olamiz. Chachcho'rilarga ishib qolgan xamirlarimizni qo'yib, bir qo'r bezib etgandan keyin ustiga tuxum sirqini tekshir qilib surkab, oldin qizitilgan duxovkada 170 gradusda 30 minut atrofida pishirsak tayyor bo'ldi. Tayyorlash usulimiz shunchalik bek oddiy ham bek yeyishlik. Sizlar uyda bir qatim sinab yiqishni hargiz unutib qolmanglar amsa.